Koreyada mehnat qilgan kunlar, kelajak uchun qolgan izlar. Har bir oyda to'langan badal, bugun mehnat, ertaga amal. O'zbekistonlik ishchilar uchun milliy pensiya bor, kelajak uchun ikki davlat o'rtasidagi kelishuv huquqlarimizga beradi asos va yo'l. Koreyada 10 yil mehnat qilsangiz, 120 oy badal to'lasangiz, 65 yoshga yetganingizda pensiyaga ariza berishingiz mumkin. Bugun mehnat, ertangi kun, bugun tanlov kelajagi uchun. Uzoq bo'lsa ham yo'l oldinda, mehnatingiz qolmasin havoda. Agar O'zbekistonda pensiya to'lasangiz, Koreyaga ishchi bo'lib kelsangiz, kerakli guvohnomani olib keling. Pensiya to'lovidan ozod bo'lishni so'rang. Bu shartlar faqat sizga emas, Koreyada yashovchilarga ham bir xil. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuv har ikki tomon uchun bir xil qoida. Hujjatlaringizni tayyorlang, huquqlaringizni yaxshi anglang. Koreyada qolgan mehnat yillari, kelajakda bo'lsin umid nurlari. 65 yosh kelganida vaqti kelar ariza berishga. O'zbekistonda bo'lsangiz ham Koreya pensiyasini olish ham Koreyadagi mehnat unutilmas. Hujjat, ariza, barcha jarayonni men siz uchun amalga oshiraman. Koreyada qo'yilgan mehnatingiz, kelajakdagi tayanchingiz. Pensiya haqida savolingiz bo'lsa, Silk Road Trans sizga yordam beradi.